أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün Sura Ali İmran'ın 37. ayetiga keldik. İlgirki ayetlarda Meryem aleyhissalatu vesselam'ın kapaleti hakkındaki mazmunlar ve Zekeriya aleyhisselam'ın Meryem aleyhisselam'a kepil olganlığı ve her vakit Meryem aleyhisselam'ın ibadatxonasiga kirganida u sharoit yoki u muhit yoki u vaqtda tepilmaydigan nazu ne'matlarning Meryem aleyhisselamda turganini ko'rib, Meryem aleyhisselamdan mas'uliyat nuqtasini yoki boshqa nuqtadan bu narsalar nereden keldi deb so'ragan. Meryem aleyhisselam shunda bir javob berganki, bu javob Zekeriya aleyhisselamning ichki tuyg'usini targ'ib etgan ve kalbideki iman işençini oradan turg'izib etganda dal shu vaqtida Zekeriya aleyhisselam Meryem aleyhisselam bergan shu javobning turtkisida munu duani Allah subhanahu va taologa qilgan. Şu duani Allah subhanahu va taolo oyatda bizga bayon qilib deydi: Estaizu billah hunalika da'a Zekeriya robbahu qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Dal şu vaqtida, yani bu Meryem aleyhissalatu vesselam'nınki Zekeriya aleyhisselam bergan javobi Zekeriya aleyhisselamni bir o'rnidan qo'zg'atgan, boshqacha bir tuyg'uga keltirgan, imonini, yani asli Zekeriya aleyhisselam payg'ambar, qalbida Allohning butun qudrat hammasiga tamamen iman aytidi. Shu iman qo'zg'algan vaqtida hunalika degani da'a Zekeriya robbahu, Zekeriya aleyhisselam Rabbiga shunda bir duo qildi. Dediki: Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Ey Rabbim, menga min ladunka o'zir menga hiba asasda shunday bir yaxshi farzand, yaxshi avlod bersizlar. O'zri duoni anglab turg'uchi. Bu qachon Meryem aleyhisselam Zekeriya aleyhisselamning suoliga javoban bular sana nereden keldi degan vaqtida Allohning qishidan keldi. Alloh xoliga vaqt kishiga hisobsiz, hisob deganni oldingi bir darslarimizda tushundik. Hisob degani masalan insonlar o'tirishdiki sen menga nim bersa, men sana nim berma. Ma'u hisob bo'ladi. Yani insan ma'lum bir sebeplerini qilib, vasitalarini, imkoniyatlarini ishga solib erishgan natija hisob bilan erishgan natija bo'ladi. Hammasi Allah bizga bergan bo'lsa, ama hisob, ama hisobsiz degani inson hech qanday uningga badal to'lamay, hech qanday vasita imkoniyatlarni qo'llanmasdan bevosita erishgan ne'mat yoki narsa hisobsiz bo'ladi. Mushu tuyg'u, mushu gap Zekeriya aleyhisselamning his tuyg'usini o'rnidan qo'pirib etdi. Zekeriya aleyhisselamning vujudidagi iymonni qaytadan jonlantirdi. Andoğanıken Zekeriya aleyhisselam şunda bir tuyg'u paydo bo'ldiki, andoğanıken bizmi o'zimizning umidini Allohdan talab qilaylik. Meryem aleyhisselam rastçıl bunun Allah hisobsiz, hech qanday bir vositsiz, sababsiz bu ne'matlarni beribdi. Allohning qashdan kapdi. Ve ko'zi ko'ryapti Zekeriya aleyhisselamninki. Meryem aleyhisselamning qashdagi bu nazu ne'matlar o davr sharoitida tepilmaydigan yoki u vaqtda tepilmaydigan. Yani yozda, qishda yozning mevalari degandek fasl emas, mavsum emas, ma shaklda. Uning ustiga Meryem aleyhisselam turayotgan joy oldingi darsimiz degandek bir mihrab. Mihrab degani bizning masjiddagi mihrablarni mihrab deydi. Kichik ibodatxona, uylarning mihrab, ya'ni ibodatxona uyi. Taqoq. Hech kim kirib qanaq chiqmaydi. Birovlarning Meryem aleyhisselamga buni yetkazish imkoniyati yo'q. Bularning hammasi Zekeriya aleyhisselamning shunda bir ishonchga to'ldi. Ishonch bor, shu ishonchlarni o'rniga qo'pirib chiqadiki, shuning bilan Zekeriya aleyhisselamdimi o'zining orzu, armonlarini, tilaklarini tilash istikka to'g'ildi. Uyg'otdi hisobda. Ano'g'an degan darro duoga tutish qildi. Dua qildiki, mush oyatdagi duo shu: Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Yani bala talab qilyapti.
Endi Zakariya alayhissalomning bu xil talabi kishilar talab qilganga o'xshash odatdagi talabmi? Ya'ni kishilar bolasi yo'qligidan bola talab qiladi. Ya'ni balam bir menga kelgusida bir naslim davom qiladigan bir avlod bo'lsa ekan, mirosxo'r bo'lsa ekan, oilamning zinnati bo'lsa ekan, ko'ngil xo'shi, yurak param bo'lsa ekan degandek. Ammo Zakariya alayhissalatu vasallam talab qilgan vaqtda talabida tayyiba bir ifoda qo'llandi. Yaxshi bola. Yaxshi bola degani Zakariya alayhissalomning nazridagi yaxshi bola payg'ambarlik merosini ustiga ap kinka avlodlarga yetkazoladigan yaxshi bolani ko'rsatdi. Sur Maryamning 6-oyatida mushu voqelik tilg'anadi. O'sha yerda yarithuni va yarithu min ali yaqub menga merosxo'r bo'ladigan va ali yaqubga merosxo'r bo'ladi. Bu yerdagi payg'ambarning merosxo'ri va payg'ambarlarning merosxo'ri tabiiyki mol, mulk, oltin, kumush merosxo'r bo'lmaydi. Faqat payg'ambarlar aytmagan yo'l merosxo'ri, qimmat qarash merosxo'ri. Bu yerdagi Zakariya alayhissalom talab qilgani shu xildagi bola. Ya'ni büyük bir vazifa uchun kelgusidagi o'zining mushu etmangayotgan manhaj, yo'l, qimmat qarash hayot prinsipini davom qila oladigan, kelgusiga ulashtira oladigan bir bola. Buni shaklda qanday qilyotdi talab qildi. Bu yerda qo'llangan ifodasi Zakariya alayhissalomning o'ziga nisbatan bir e'tirof. Oyatda hab bir filisni qo'llandi, menga ba. Oldingi darsda tushuntirgandek ismda hab degan fe'l bir taraf yana bir tarafga hech qanday bir narsa bermasdan qarshiliksiz qarshi tarafdan erishadigan narsani vahaba fe'li bilan ifodalaydi arab tilida. Bu yerdagi habligini mana demakchiki, mening hozir normalda bola tepish salohiyatim yo'q. Chunki ishim cho'ng. Ayolim tug'mas. Anagan kun men hozir erishmoqchi bo'lgan bu bola menga xolis sovg'a, hiba. Mening hech qanday bir haqqim yo'q. Qancha haq uningda bola tepish masalan, balasi bo'lish sabablari bo'lgan taqdirdimi? Yashagan taqdirdimi? Ayoli tug'digan bo'lgan taqdirdimi? Tabiiy uni Alloh beradi. Sababli. Ammo men demakchiki, menda butunlay sabab yo'q. Men insoniy nuqtadan, sabab vasita nuqtasidanmi buningga azroq bir haqqim yo'q demakchi men nuqtada. Uningga sen menga bir deganing ya Alloh xolis hiba, xolis sovg'a menga nisbatan mana shaklda bola ba'zilar. Bu yerda bizga eskartmoqchi bo'lgan shuki, bir odamning bir sabablarni to'liq qilgani, sabablarni hozir vositalarni hozirligini u odamga nisbatan masalaning mohiyatida haq sohibi qilmaydi uni. Faqat Alloh dunyo qonuniyatida bir sabab qonuniyatini yaratgan, sabab natija qonuniyatini o'rinlashtirgan, bir ishlarning sababini qilamiz, vositasini qo'llanamiz, natija keladi. Bu qonuniyat, ammo shu qonuniyatni yaratgani Allohning ekanligini. Biz faqat Allohning dini bo'yicha sababini qilganligimizni, masalaning mohiyatining Allohning ilkida ekanligini. Buning dalili sifatida Mushunga o'xshash voqeliklar, haqqancha sabablar butunlay supurilgan taqdirda, sabablar bo'lmagan taqdirda, sabablar asla kelmagan taqdirda shu sababning egasi bo'lgan Alloh, shu vositalarning egasi bo'lgan Alloh sababsiz, qonuniyatdan sirt shaklda ishlarni qila oladiganligini bizga eskartib inson hargizmi o'zining sabablarni qilganligini, imkoniyatlarni ish qilganligini o'ziga nisbatan cho'ng ang vosita men mush orqali bunga erishdim deb oldinib qolmaslik kerak ekanligini oyat bizga eskartib. Qur'onda sura Shuro'ningki 49-50-oyatlari musha haqda bir eskartish beryapti Alloh bizga. Lillahi mulku samawati wal ard. Osmon zaminning butun iqtidorshligi Allohga oid. Yaxluqu ma yasha, xalqan yaratadi. Yahabu liman yasha'u inatha, xalqan odamga qiz beradi. Va yahabu liman yasha az-zakura, xalqan odamga o'g'il beradi. Aw yuzawwijuhum dhukrana va inatha, yoki o'g'il qiz aralash beradi. Va yaj'alu man yasha aqima, xalqan odamni tug'mas qiladi. Mana bu haqiqatni biz atrofimizga shunday ham qarasak ko'ra olamiz. Birlarining to'shaq qizdirib,
Birilerinin tuşak uğalları var. Bazılarının uğal kız aralaş, bazılar hatta doğmaz. Mesela nait inik ki sebeplerge aldanmazlık gerek. To'g'ri, sebep qonuniydi bekitildi. Sebeplarni qilimiz inson g'ururlas olmaydi. Tirishchilik ko'rsatish kerak. Bir narsa erishishun badal to'lash kerak. Ammo zehnida shu bo'lsinki, har qanday ataning sahibi Alloh. Allohning bergini bizning sabab qilganimizdan emas, xolis bizga nisbatan rahmat, hiba, sovg'a bu shaklda tushunish kerak. Shuningga Zakariya alayhisolamning duosidagi min ladunka ladun bir ibarat var. Min ladun degan xolis sen tarafdan. Bu xil ifodada bo'lish kerak musulmon. Odatda deganimdek Alloh dunyoda sabab qonuniyat o'rnatgan, insonning ba'zida sabab bilan erishadigan bilan xolis Allohning berishi bilan erishadigan ba'zi ahvollar bo'ladi. Kishi 10 yillab, 20 yillab o'qib bir narsaga erishadi. Bu sabab bilan tirishib Allohning berishi haqiqiy mohiyatda sabab nuqtasidan sabab bilan tirishib erish deymiz. Yana birisi ba'zilar shu odamning ko'rsatgan tirishchiligini onun birini ko'rsatadi, sarf qilgan vaqt, sarf qilgan boshqa kuchlarning onun birini sarf qiladi, ammo u odamdan eshib ketadi. Biz buni nima deymiz? Ladun, ya'ni ilmi ladun deb qo'yamiz. Alloh bevosita biri. Buni ahvollarni ko'rimizda. Mesela ashtovoga chiqar. Ya'ni bu yerda Zakariya alayhisalom tayanqudek bir sabab yok. Xolis Allohdan talab qilingan bir ish endi. Chunki uning ahvolini o'zi biladi ya. Shunda o'g'a chiqqan sura Maryamning 8-oyatida mush voqealikning munosabatlik oyatda birisi bor. Zakariya alayhisalom dediki: "Robbi anna yakunu li ghulam." Ey Alloh, men qanday bola bo'ldi? Va kanat imraati aqiran. Ayolim tug'mas. Vaqat balagtu min al-kibari aytiya. Men yashim cho'ngib qoldi, bir yerga berib qoldim. Mening o'zim nima desa, yerda sabab yo'q. Buning balaning dadasi o'g'idek, balasi o'g'idek sabab qamoqliq, yashi bir yerga ketib qiliqliq, ayoli tug'mas. Eng muhim sabab bu. Bu bayatdan biz o'qiyotgan oyatdagi habli degandagi hab degan mushu so'zningki ma'nosini bizga izohlab beradi. Ya'ni xolis o'zing ba. Chunki menda buningga bir tirishchilik ko'rsatgandek, mang'udek ahvol yo'q demakchi. Yani Zakariya alayhisalom bütün arzu umidini Alloh qilam tashladi. Alloh qilam tashladi. Nimishqa? Chunki Zakariya alayhisalom shunda bir saf niyatdiki, talab qilayotgan balasi qanaqdir bir dunyodagi ko'ngil xushum yoki dunyodagi balasi oldi deb bir izzat va u yoki bu emas. Faqat bu zaminda mening yo'limni davomlashtiradigan, Allohga bo'lgan chaqiriq da'vatimni davomlashtiradigan bir bola olsun. Bu sap niyati var. Shundan keyin 39-oyatda mushning davomi keldi. Deydi: "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Alloha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin." Sonra malaika Arapça ayetning lafzida malaikalar degan bir ko'plik shaklda qo'llanilib, malaikalar nido qildi Zakariya alayhisalomga. Zakariya alayhisalom o'zining ibodatxonasida namoz o'qiyotdi. Alloh sana Yahya bilan bishorat berdi. Bu tasdiqlovchi, iymon etquchi. Alloh tarafidan kelgan bir kalima bilan bo'ladigan. Kalima bilan va sayyidan o'zi Allohning davzalaqi efendi deymiz-ku, naytiliqi 100 obro'yliq boshqalarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan degan ma'noda va hasura va nabiyya minas solihin, ya'ni solihlardan bo'lgan bir payg'ambar. Endi mishada malaikatu ko'plik shaklda keltirdi. Biz bir savol qo'yish to'g'ri kelib, butun malaikalar kelib Zakariya alayhisalomga xitob qildimi? Desa, yo'q, Jibril alayhisalom nido qildi. Chunki payg'ambarlar bilan Allohning o'tirdiq aloqani qiladigan farishta Jibril alayhisalom. Nimishqa bu yerda malaikatu deb ko'plik shaklda keladi. Desa, balkim bizning bu yerdan oladigan mazmunimiz Zakariya alayhisalomga kelgan nido, Zakariya alayhisalomga bir tarafdan emas, har tarafdan toshqan bir shaklda kelgan bo'lishi mumkin. Insonlar insonning o'tirdiq xitobda ovoz bir tarafdan boradi. Har tarafdan kelishi mumkin. Uni hamma tarafdan bir payshtovadek bir xil tuyg'uni bizga berishi mumkin. Sura
ayetni qaytadan kelayli. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Yani malaika Zekeriya aleyhisselamga en güzel peytni xitob qildi. Ayetga qaytadan qarab chiqaylik qardoshlar. Zekeriya aleyhisselam o'zining ibodatxonasida namoz o'qiyotganda, yani Zekeriya aleyhisselam bilan Robbining o'tirdiku uchrashish bo'layotgan vaqtida, Robbiga duo qilayotgan vaqtida. Nima bilan bilamiz? Payg'ambarlarning odati bir ish sal g'am bo'lib qolsa, bir ishlar qillisga kelib qolsa, darrov namoz o'qiydi. Allohdan talab qiladi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda bizga ta'limot bergan. Har qanday bir ish qiyin ham g'am qillisga kelib qolsa, darrov tahoratni olib, Robbiga yuzlanib namoz o'qishga tavsiya qilgan hadislar bor. Tabii qarindoshlarimizning har birisi buni sinab baqsa bo'ladi. İnsan bir qiyinchilik keldi. Qo'lidan keladigan butun vositalarning hammani ishlatdi. Sabablarning hammani qildi. Tugdi, yani o'zining qiladigini tugdi, imkoniyat tugdi. Shu vaqtida masala hal bo'lmadi degan gap darhol Robbiga sig'inadigan bir holatga keldi degan gap. Tabiiyki ishlarning beshidan tortib hamda Allohga duo qilib turib, Allohdan bu ishni oson qilishni talab turib biz sabablarni qilamiz. Butunlay qo'limizdan sabab ketdi, imkoniyatimiz tugdi degan gap masala Alloh qoldi degan gap. Shu vaqtida qarindoshlarimiz nafaqsi bo'ladi. Tahorati ba taqdirdim yangi bir tahorat olib, niyat bilan mushni to'ladi. Undan keyin Allohning oldida düzgün bir şekilde turib, duoni xushu bilan o'qib, jazmiyat ishonch bilan duo qilib baqsin shu namozdan keyin yoki namozning ichida. Namozdan salom berib o'rnidan turmasda masala inshaalloh nima bo'ladi? Hal bo'ladi. Chunki bu payg'ambar alayhisolatu vasallamningki nimasi bizga bergan ko'rsatmasi, payg'ambarlarningki hammasining odati. En qisqa yo'l. Chunki sening qulog'ingdan ketdi masala. Agar sabab qilish imkoniyating olsa ve bu mesele sebepke ihtiyacı qolib qolsa, o vazifang sabab qilish. Uning amalini qilish, sening amaling tugidi. Qana qilsa, uning atrofida cho'ygandan hech foydasi yo'q. En qisqa yo'l Alloh. Chunki sening qiladigining tugidi. Mana bir gap bor-ku. Dadisi odamning g'ami yo'q deb. Bu insonlar o'tirishdagi bir masala. Hamda Robbi odamning nima g'ami bo'lsin? Ma bir nuqtani tekrar ta'kidlayotman qarindoshlar. Bir masala, bir qiyinchilikninki hal qilish imkoniyati bor doirada insonning ustiga tushdi. Allohga duo qilib turib, inson qo'lidan keladigan sababni qiladi. Butun tirishchilikni ko'rsatdi. Endi uning hal qilish chora tugidi. Qiladigan barliq amallar tugidi. Bütün imkoniyatini hisob bo'ldi. Masala Allohga qoladi. Buningga tamamen ishini chiqmoq kerak. Şu vaqtida darrov tahoratni olib namoz o'qinglar, masala hal bo'ladi inshaalloh. Robbi odam nimadan g'am qilsin? Nimishqa xotirjam bo'lmasin? Chunki masala Robbiga qoldi. Zakariya alayhisolatu vasallam kallasiga g'am bo'lgan, kalliga tushgan bir ishda Allohga duo qildi. Namoz o'qidi. Shu namoz o'qiyotgan vaqtida malaikalarni duo qildi. Ma bir nuqtaga diqqat qilinglar. Namoz o'qiyotgan vaqtida malaikalarni duo qildi. Hatto namozni o'qib bo'lishini kutmadi malaikalar. Namoz o'qiyotgan vaqtda Alloh sana bir bolani xo'sh bishorat berdi. Deblam qana qildi? Nido qildi. Bilimiz bishorat, xo'sh xabar texi kamigan bir yaxshilikninki oldin ola berilgan xabar hisoblanadi. Bishoratning ekaguchi, baguchiga qarab turib ishonchlik darajasi oshidi. İnsanlar ba'zida bishorat turadi, ammo qilmay qilishi mumkin. Amallashtirolmasligi mumkin. Ammo bishorat Allohdan keldimi, masala 100% hal bo'ladi. Bu yerda masala yo'q. Bu bir ne'mat, balo bilan berilgan bishorat va bir bishorat bo'lsa, ikkinchi bishorat bu yerda uning ismini qo'yib berdiki, Yahya. Yahya deb ismini qo'yib beribdi Alloh subhanahu va taolo. Endi biz kishilar orasida kishilar balalarga ismni nurg'un arzu umidlari bilan qo'yadi. Turib qolsin deb tursin qo'yadi. Botir olsin deb botir qo'yadi.
Kahraman bolsun dep Kaysar kahraman koydu. Mesela alim bolsun dep alim koydu. Lekin ameliyat ta'tir kep qilishi mumkin. Çünkü insanların realligining hammasi, arzu umidlarining hammasi reallikka yetishini atayin. Batur dep sim qo'yganlar qo'rqinchoq bo'lib qilishi mumkin. Alim dep sim qo'yganlar jahil bo'lib qilishi mumkin. Ammo Allah ma Zakariya alayhisolamning bolasiga Yahyo deb sim qo'yib berdi. Yahyo degan yashsun degan ma'noda. Bu yerda yashsun degan mush ismning o'zi balkim Yahya alayhisolamninki boshqa insonlardan farqli bir yashaydigan bir ifodasining oldin qolib berilgan bishorat bo'lishi mumkin. Bu to'g'risida sal turib paramlashimiz, so'zlaymiz. Ikkinchi bergan xo'sh bishorat musaddiq. Yani iman etquchi, tasdiqlovchi, ya'ni Isa alayhisolamga tunji iman etgan kishi Yahya alayhisolam. Undan keyin sayyida va hasura va nabiyyan minas solihin. Yani başkalarının yaşlılıkı buyurduğun seyyid yani efendi bundan şekilde kişilerin içindeki çoğun kişi başkalarının yaşlılıkı yetekleydiğin bundan adam ve hasur haramların hepsini çeklengen şehvetlerden çeklengen çünkü bu peygamber başkalarına ülgülüdüğün gep ve nebiyyen minas salihin muşi şekilde bir qancha hoş bir işaretini bille tapşırıp aldı. Bunun artık bir işaret olmaz. Bütün işlerden bille. Kelgüsüdeki bunun takdirini tatıp hemmesi bile birildi. Ondan keyin 40. ayette Qala Rabbi anna yakunu li gulam ve qad balagani al-kibar ve imraati aqir. Qala kezalika Allahu yef'alu ma yasha. Zakariya alayhisalom dedi ki, ya Rab, mening qanday balam bo'lsin? Manga qiyrilik yetdi, cho'ngaydim men. Yashim cho'ngib qoldi. Ayolim bo'z tug'mas. Dedi ki, yani Allah yani yukarıdakidek halaqanını qiladi. Aşta yarattı Allah. Allah'ın kudreti sebeplerden halqagan bir kudret degan şekilde cevap verildi. Endi bu yerda Zakariya alayhisalom şu bala talab qilguvchi namazning ichi turib bu kadar tiz ijobat bo'lganidan duosininki biroz taajjublandi. Taajjublanishga haqli. Yani insanın ruhiyeti daima özgürçen bir ruhiyet. Qanaqdır hem narsani qilman deganini qila oladigan yoki erishiman deganga erishaoladigan bir holat yo'q insonda. Endi Zakariya alayhisolatu vasallam matrabdan duo qildi. Duosi darru ijobat oldu. Hatta ijobat olganda turdimi ajoyib tiz ijobat oldu ki bu balaning bu bishorat baladilan emas, balaning ismi, kelgusidagi hayoti ve bütün ahvallarının hemmesinden birildi. Zakariya alayhisalomning Allah'ın kudretiga iman etmaganligi emas. İman etmaganligidan emas. Belki ma nimetning bu kadar tiz olganligidan o'zi bir qadar taajjublendi. Yani Allah'ın kudretininki favqulodda mutlaq kudretining ifodasini o'rtaga texmi bir chiqarmoqchi yoki shuni texmi gavdlandirmoqchi, ro'shan aks etmoqchi bo'lgan masualni so'radi. Eğer masualni so'maydan qolib qolgan bo'lsa normal. Çünkü Zakariya alayhisalom va ayoli va normal ayol bola so'rishi tabiiy ahvol. Ama Zakariya alayhisalom Allohning mutlaq qudretini texmi bir qitim o'tirib elib, tilga elib, Allohga bo'lgan shukronasini texmi aytmoqchi bo'lib, ma shekilde ifodalayotdi-ki, bu yerda balog'ida holat yo'q. Men jo'yib qoldim. Ayolim bo'lsa tug'mas. Yani bu yerdagi bola masalasi, ayolimning tug'ishi, Allohning menga bola berishi, Allohning mutlaq qudratining ifodasi degandek, Allohning mutlaq qudratini o'rtaga qanday qilib chiqarib o'tdi. Ondan keyin bu yerda yana bir masala va qarindosh oyatda diqqatimizni tortgan. Men cho'ngib qoldim, ayolim tug'mas ikki sababni ko'rsatdi. Erlarning cho'ngib qolishi pek cho'ng masala emas. Neçə 100 yaşlardan, mesela 100 yaşlardan eşip getip mi, balı soğanlarını biz köygen kuluqumuz anlayan. Er kişi yaşına qalğan taqdirdə balısı buluşu mümkün. Bu butunlay mümkün emas iş emas. Ama mühim nokta ayol kişinin tug'mas olib qilishi. Mana bu Allah'ın kudretinin mutlaq bir ifodalanishi. Bu bir nokta. İkinci nokta avval üzünün çoğmayıp qalğanlığını, annekin ayolunun tug'masligini tilga oldi bu yerda. Eğer üzüme çoğmayıp qaldım demisi mi mesela? Bana sorusu mümkün. Ayolim tug'mas desa, ayoliga nisbatan bir ko'ngliga keladigan bir ish bo'lishi mumkin. Bu payg'ambar adabi.
Peygamberning ahlaqi, ayolining nimasini asravatudu qalbini. Şuna avval o'zini keltirib, men cho'ngib qoldim. Ayolim tug'mas deb, o'zgimi yer mas'uliyatni atib, ayoliga yer mas'uliyatni atib, mana shaklda ayolning qalbini qirmagan shaklda bir masalani ifodalayotdi. Yani bunların hemmisi nima desa, Allah'ның yaratishdagi mutlaq qudrat ifodasi, qudratining cheksizlik ifodasi. Chunki normal Allah duoga javob qilib bola badi desa, normal er bo'lgandan keyin ayol bo'lgandan keyin tug'ish normal ahvolda. Ammo mayada masalaning normal emasligini ifodalab, normal emas ahvol. Men yosh cho'ngib qiliqliq, ayolim tug'mas. Şu holatda berilgan bola bu. Allah şu holat duoyimizni javob qilgan degan shakldagi bir ifoda bu. Yani balaning tug'ilish sababi yo'q bu aytmoqchi. Bala tug'ilgandagi sabab qamoqliq. Sababdan hal qilgan qudrat ifodasi. Undan keyin Zakariya alayhisolatu vasallam gapini davomlashtirdi. Qala robbi ja'alli aya 41-oyatda. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Zakariya alayhisalom dedi ki, ey Rob, bana bir belge alamamış, balam bulduğanlıkның bir belgesini qıpasın. Qala ayatuka. Sina belgen 3 gün kişilerge gap qılanmaysa. Gap qilish to'g'ri qilgan ishorat bilan gap qilsa, Robbingni ko'p asla etdigan kashda tasbih ayt. Hamda Zakariya alayhisolatu vasallam amaliy Periştinin bəgən bir xoş bisharati var. Bunundan sırt əməli bir belgesidir bu yerde. Çünkü meselede qarama. Sura Meryem'nin 9. ayetinde bu mesele aynı şekilde bayan qılınıdı. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam ve kanat imraati aqir. Mening qanday bolam bo'ladi, ayolim tug'mas. Men qirib riyaga bordim. Qala kazalika rabbuka huwa alayya hayyan. Ana shunga o'xshash Rabbim dedi ki bu bana asan. Vaqad xalaqtuka min qabl ve lem takush. Bunun ilgili seni yaratgan, sen hech namasdan. Bu şekilde bayan qılınıqlı. Yani ta'kid bir şekilde kelgan söz. Ve de Allah subhanahu ve taala meselenin bitkenlikini bayan qildi bu oyatda ve oyat. Endi Zakariya alayhisalom mesele bitib balası buladiganligi iniqilib Allah onun bisharat berib qo'ygan ekan. Yani nima demakchi? Mana bir alomat qilib belki qilib Bəyədə bir nokta var. Bana bir belge xibər degene Zakariya alayhisalomning ayoli yoshda cho'ngib ketganlik hayz yo'q. Buni ham o'ylab bilamiz, yosh cho'ngayganlarning hayzi to'xtaydi. Hayz to'xtamagan ahvol ostida homildor bo'lganlikning belgisi bilinadi. Ammo hayz to'xtab qolgan ayollarda shu qo'saq uyg'unab bir yerga xili vaqt o'tmaguncha homildor bo'lganlikni bilmaydi. Ammo Zakariya alayhisalom Allah'a şükür aytish minutlarininki kechikib ketishni xohlamadi. Duosi javob oldi. Bishoratga erishdi. Endi iniq zodi ko'nglimda bir itminon, qanoat topgan shaklda har minut, har sekund Allohning bergan ne'matiga shukr aytish uchun bu inson bo'lg'achqa mushuni turtqiladigan bir narsa kerak. Ayoli hez turayotgan bo'lib qolgan bo'lsa, hez to'xtasa, ayolim hozir homildor degan bir tuyg'uludi. Ammo hozirda ahvol yo'q. Bir ishgacha, 2-3 oygacha bilinmaydi normalda. Shuning bilan insonchilik qanday bir ahvol yuz berishini emas. Shu minutdan tortib shakir, shukr aytgan, Allohning ne'matini eslab turadigan bir xil ahvolni talab qilyotdi-ki, men hozirdan tortib bilay. Kin qo'saq uyg'unab, iniq oshkor bo'lgangacha saqlab turmay, Allohni tashlab qo'yma. Hozirdan tortib meni bir shukr aytadigan bir holatni menga basla. Degan shaklda shunga hozirdan tortib bir belgi talab qiladi. Qanday turib ishonmaganlik bu emas. Ya'ni texmo masalani oydinlashtirishni aniqroq desak, Zakariya alayhisalom shu minutdan tortib shakir banda bo'lmoqchi. Allah'ın kudretiga ishonmaganlik tufayli emas, maazalloh. Ammo Allah'ın ne'mati bilan huzurlanish, Allah'ın ne'matidan xursand bo'lish va shukr aytish minutlarininki kechikib ketishni aslo va aslo xohlamadi. Shunga da'vat etdi.
Doğru belgi bəgində. Allah subhanahu wa ta'ala andan ki belgi üstüdə qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam illa ramza. Sen 3 gün kişilərə qılınmaysa 3 gün faqat işaret şəkildə gəp qılsa, Rabbini köp əslə, köp zikr et, etdigan keçdi təsbih et deydi. Anbiyadakı 3 gün gəp qılınmaysa degan gəp qoğusu var, lakin gəp qılay depmi, gəp çıxmaydı. Məndə bir fərq var qarandaşlar. Bir adam gəp qılalaydı, gəp qılmaydı. Bu başqa. Gəp qığısı var, gəp qılınmaydı başqa. Zakariya alayhissalam dedi gəp qoğusu var, lakin gəp qılınmaydı. Bu bala Allah'tan Zakariya alayhissalam verilgan bir so'g oldu. Ondan keyin Allah dedi ki bir yerda, "Men seni gəp qilishdan to'siman." Sen geptin çeklenirse, mana bu aşı nimetinin sana verilganligining alameti. Sen haqlan gap qilish to'g'ri kelib qolsa, shu ishorat qo'l ishorati bilan u bu ishorat bilan gap qilasan. Shuncha gap qilganwa, gap. Chunki oyatda ishorat bilan gap qilsa deganning o'zi Zakariya alayhissalomning deydigan nurg'un gapi bor haqqa. Gap qilish orzusi var yoki gap qilmoqchi, lekin gap qilolmaydi. Bu bir alomat. Sen bu orqali ma sana berilgan bolaning kelayotganligini bilsa, ayolingning homildor ekanligini bilsa, sening asli maqsadingga yetsa-ki, sen zikr aytadigan bir vaqtga fursatga erishsan. Qarang. Oyatning oxiriga. Vazkur robbaka katira. Rabbingga ko'p zikr et. Zikr ayta olaydi til, mushu til. Atdigan kechda, kech va atdiganlarda tasbih ayt. Tasbih ayta olaydimi til. Zakariya alayhissalomning maqsadini Alloh bilgachga, shu maqsadga yetkazdi-ki, o'ziga shukr aytish fursatini berdi, ammo belgi ustida gap qilmaydigan qilib qo'ydi. Nima uchun endi? Chunki xalq bilan gaplashishga vaqt ketadi. Vaqt sarf bo'ladi, mashg'ul bo'ldi. Zakariya alayhissalomning maqsadi shu minutdan tortib Allohga shukr aytib, tasbih aytib, Allohni eslamoqchi-ya. Mush maqsadga yetkazdi-ki, 3 kun gap qilmaysiz. Alloh mas'ulida mush gap qilganning o'rnida sen menga tasbih ayt, menga zikr ayt. Ajoyib ish. Tasbih aytsa ayta oladi. Til bir. Shu odamning tili shu. Subhanalloh desa deyalaydi, alhamdulillah desa deyalaydi, Allohu akbar desa deyalaydi. Tasbih aytsa bu til ishlaydi. Ammo gap qiladi desa gap qilolmaydi. Zakariya alayhissalomning maqsadi deganimdek shu edi. Shukr etmoqchi shu minutdan tortib maqsadga yetkazdiga shukr et. Sen ne'matni hozirdan tortib his qilmoqchisan. Buning shukronasini aytmoqchisan. Unda o'g'andan keyin seni vaqt ajratib qo'y. Kishilarga qilolmaysa, bu bir alomat. Yana birisi shu ne'matga shukr etishning, tasbih etishning, zikr etishning yaxshi fursati. Unda tasbih et, shukr et, zikr et, haqqa qilma. Bu shaklda qildida, bu Alloh subhanahu va taoloninki Zakariya alayhissalatu vasallamga ne'mat sifatida, alomat sifatida bergan yana bir ne'matining birisi. Endi gapni biroz beshiga qaytarsak, Zakariya alayhissalatu vasallam bölümümüz oldingi oyatda biz o'qib o'tdik. Maryam alayhissalomning kipili. Maryam alayhissalom oxirgi bir javobni berdi. Bu rizq nereden geldi? Bu naz nimetler nereden geldi dedi. Allah tarafından Allah xalqan kişiga haddi hesapsız rizqlarni berdi dedi. Zakariya alayhissalom dedi aslida. Yani hesapsız mı bir ishlar keladi ekan. Shuning bilan bu ishlar ashta shaklda bo'ldi. Ya'ni bir tajriba. Maryam alayhissalomda bo'lgan bir ish, ko'z oldida ko'rgan bir ish. Ondan o'zida shuni tajriba qilib amaliy hayotini bir o'tkazib baqdiki, Allah sebepsiz bir narsalarni yaratdi ekan. Endi Maryam alayhissalatu vasallamninki avaqaliga hozirroq qaytsak, nima uchun Maryam alayhissalomning hayotida bu shakldagi mo'jizalar, alomatlar yuz berdi? Ya'ni sebepsiz. Hech kim akirib qo'ymasimi? Qishda yozning mevachi va noz ne'matlari, yozda qishda. Ya'ni demakchi o'g'lim, u davrda tepilmaydigan yoki u vaqtda tepilmaydigan yoki birisi akirib bermagan bir noz ne'matlarning Maryam alayhissalomning hayotida bo'lishi va Maryam alayhissalomni shu xil ideyaga keltirishi Allah hisobsiz, ya'ni sababsiz bir ishlarni yaratdi degandek bir aqida iymonni Maryam alayhissalomda o'rnatishning sababi, chunki Maryam alayhissalom kelgusida shunda bir ahvolga duchor bo'ladi-ki, buning idejatini hozirlik qildirish.
Hamma bilamiz Maryam alayhisalom İsa alayhisalomning onasi. Alloh mo'jiz shaklda İsa alayhisalomni dadisiz tug'dirdi. Balkim tuyuqsiz bo'lib qolganida Maryam alayhisalomga bu egri kelishi mumkin insonlik. Ammo hayotida shunday ishlarni ko'raglik Maryam alayhisalom. Noz ne'mat mo'jizalar hech kim akab bermasimi? Yoki uning zamoni olmasimi? O'zi yashayotgan davrda tepilmasimi? Rizq berildi. Tuyuqsiz. Ya'ni sababsiz, hisobsiz bu Allohning shu qudratini Maryam alayhisalomning hayotida amaliy ko'rsatish orqali Maryam alayhisalomning iymoni buningga mustahkam kuchab jazmiyat holatiga yetgandan keyin o'zi ersiz holatda qo'saq ko'tarsa egri kelmaydi. Ersiz holatda tug'sa bu egri kelmaydi. Bu masalaning hammasi bu shaklda kelgusidagi buyuk ishlar uchun bir tayyorlik. Zakariya alayhisalomning bu voqealikka shohid bo'lib Maryam alayhisalomdan olgan javobdan keyin o'zining amaliy hayotida sababsiz holatda o'zi yosh cho'g'ib qolgan, ayoli tug'masa qolgan holatda o'zining bolasining tug'ilganligini o'z hayotida aniq ko'rib, undan keyin keyingi davrda İsa alayhissalomning vazifalariga moslashish, Yahyo alayhissalomning İsa alayhissalomga tunji bo'lib iymon etish qatorliq masalalarning hammasiga olgan balkim oldin a'lo bir tayyorlik bo'lishi mumkin. Yuqorqi voqealardan biz shuni qanaqla olamiz? Mushu oyatdagi yana bir nuqta mushu Yahyo. Allohningki ism ne'matini Allohning berishi. Az ilgari deb o'tdim, kishilar bolalarining kelgusidagi orzu armonlariga yarasha ism qo'yadi. Ammo taqdir kishilarning orzu armonlariga udul kamay qab qoladigan ahvollarmi bor. Lekin Alloh subhanahu va taolo Yahyo alayhisalomni Yahyo deb atadi. Yahyo degan yashsun degan ma'noda, agar shu shaklda qolsa, ya'ni bu ism bizga beradigan tuyg'usi Yahyo alayhisalom boshqa insonlardan farqli qilgandek yashaydiganlar. Ya'ni insonlar normalda insonlarningki ko'ngan qoida, ko'ngan bir qonuniyat bo'yicha yashaydi. 40 yil, 50 yil, 60 yil, 70 yil, 80 yil shu atrofda. Yahyo alayhisalom mush ismni qo'yg'uchi zotning nazarida uzun mezgillik yashaydigan bir holatda hayotni o'tkazdigandek bir tuyg'urdi. Kinki amaliy hayotim shunday bo'ldi. Yahyo alayhisalom shahid qilindi, ya'ni o'ldirildi. Shahidlar Allohning nazarida tirik va rizq berilib turadi. Ya'ni insoncha hayot emas, balki Allohning nazaridagi hayotlikni Alloh Yahyo alayhisalomga qana qildi. Ba'di shahodat bilan Allohning nazarida mangu hayot turadigan tirikka aylandi. Ya'ni bu ishoratlarni biz Yahyo degan ismdan qana qilishimiz, erishimiz mumkin. Ya'ni kishilar yashagandek emas, balki qiyomatgacha o'lmaydigan, qiyomatgacha hayot deb qaraladigan bir hayotda yashaganligini biz qana qila olamiz bu yerdan. Ana bu yerda yana bir alohida deb qo'yadigan gapdan birisi ba'zi qarindoshlarimizning kallasiga kep qilishi mumkin. Zakariya alayhisolatu vasallamningki duosi ijobat bo'lgandan keyingi so'g'an savollari, "Meni qanday bolam bo'ladi? Yashim cho'ngib qoldi, qirib qoldim. Ayolim taxat tug'mas" degandek bu xil shakldagi savollari va qarindoshlarimiz haliga tushunib qolmag'ay, bu Alloh bo'lgan bir e'tiroz yoki Allohning qudratiga bo'lgan bir ishonchsizlik emas. Ya'ni masalaning qanday ekanligini taxmin yorqin shaklda o'rtaga chiqarish. Masalaning odatga masala emas ekanligi. Masalan, Alloh ballan bishorat bersa, Alloh baldan bilmasa, tamam deb ketaversa, masala odatga normal shaklda ketaveradi. Qonuniyat bo'yicha ketavergandek bir xil bo'ladi. Masalan, taxmin o'rtaga aniq chiqadiki, qanday balan bo'ladi? Medagi taajjub ya inkor shakldagi yoki shak shakldagi taajjub emas, Allohning qudratining namoyon shakldagi taajjub. Men o'zim qirib qolgan, ayolim tug'mas. Bizda bola bo'lish nimasi yo'q, asla sabablari yo'q, hozir emas. Normalda qonuniyat bo'yicha aytgan vaqtda balamiz bo'lmaydi bizningki. Ammo qanday qilib bo'ladi? Allohning mutlaq qudratini bizga ko'rsatib beradi. Xuddi Maryam alayhisalomning eng oxirida bergan javobi o'xshaydi-ki, bu xarakter jihatda Alloh xohlagan kishiga
hisobsiz nim beradi, rizq beradi degan javobiga tamoman o'xshaydi. Shunlashqa oyatning eng oxirisida Alloh subhanahu va taolo buni ifodalab, "Kazalikallohu yaf'alu ma yasha." Kazalikallohu yaf'alu ma yasha. Ana shuningga o'xshash Alloh xohlagan ishni qiladi. Bu yana bir qudrat ifodasi va anikin yana bir deb qo'ydigan darsimizning oxirisida masalan 3 kun gap qilinmaslik bizda ayiblik endi, ayib hisoblanadi. Yana bir kaçı deyimiz o bizlerlikle tele tutup qalğan deyimiz. Ama o vaqtdaki Zakariya alayhissalomning 3 kunga qilinmasligi bizdeki tunulgan ayib emas. Yani bu bir kasallik emas. Masala bunda. Oyatning oxiriga qarasak, Robbingni zikr et ko'p, etdigan, kech va etdigan tasbih et. Qaranglar. Kishilar anglug'idek darajada Zakariya alayhissalom qana qila oladi, tasbih ayta oladi, zikr ayta oladi. Subhanallah, alhamdulillah deyiladi. Xaxamlab turadi. Ammo haqiqiy gap qilaman desa, gap qilinmaydi. Ma shaklda tushunish kerak. Bularning nima uchun ekanligini biz az ilgari deb bo'ldik, qayta takrorlab o'tmaymiz. Bugungi darsimiz shundan oxirlashdi. Masala Maryam alayhissalomdan davom qilayotgan, Isa alayhissalom Maryam alayhissalomdan. Ondan keyin orliqda bugungi darsimizda Zakariya alayhissalatu vasallamning vaqalik chiqdi. Ya'ni masala takror Maryam alayhissalomga munosabatlik vaqalikka qaytidi. Keyingi 42 oyatimizda bugun vaqt munosabati bilan bu yerda to'xtaymiz. Keyingi darsimizda yana Maryam alayhissalomdan davom qilamiz. Keyingi darsda kurashkicha hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.